Chog'im gohida qolganimda chinovim chog'im dunyolarga alishmasman qizalog'im o'zing mening yo'q bergan nur chirog'im qizalog'im qizalog'im dunyolarga alishmasman qizalog'im dunyolarga alishmasman qizalog'im chog'im gohida qolganda chinovim chog'im dunyolarga alishmasman qizalog'im o'zing yo'q bergan nur chirog'im qizalog'im qizalog'im dunyolarga alishmasman. Jajji singlimiz yonimizga taklif qilamiz. Marhamat, Umida singlim. Imronbek akajonlar qari, akajon. Bugun mana shu Umida singlimizga shukrona kuni munosabati bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Xudo xohlasa, ota-onasiga, buvijoniga, ayajoniga xizmat qiladigan yaxshi soliha qizlar bo'lsin deymiz. Allohim Imronjon akajoni bilan birgalikda. Albatta, barchangizda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rib turganimizdan benihoyat mamnunmiz, hurmatli mezbonlar, mehmonlar. Onajonim, bugun buvijoningiz sizni shukrona kuningizda xursand qilmoqchi bo'ldilar. Rahmat aytib qo'ying bitta buvijoningiz bilan buvijoningizga. Yaxshi ko'rasizmi buvijoningiz bilan buvijoningizni? Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Dem ko'p, ko'pini yaxshi ko'rasiz. Bugun buvijoningiz bilan buvijoningizni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Albatta bizning baxtimiz mana shu farzandlarimiz, ota-onamiz baxtimizga doim sog' salomat bo'lishi. Mana shu jajji farzandlarimiz bizning kelajagimiz albatta. Xo'pasinglar. Xudo xohlasa, ayajoningiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Ayajoningizni baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Opajoningizni, opajoningizni o'zingiz bitta tabriklab qo'ying-da. Taqarsaga alqishlab qo'yamiz. Hali endi singlimiz uchun atilgan shirinligimiz bor, marhamat shirinligimizni olib kelishimiz mumkin. Qizim, boshing bilan ko'zing meniki. Go'p achchiq, go'p shirin so'zing meniki. Shukrona aytaman boringga takror. Yaxshimi, yomonmi o'zing meniki. Umidim g'unchasi sensan jon bolam. Orzuim g'unchasi sensan jon bolam. Hayotimda ilinjim bor mening illo ilinjim sensan jon bolam. Qizim, suyunganda tog'im bo'lsin bas. Ishonganim mening oltindan shamchirog'im jonim bo'lsin bas. Allohim yaqinlaringiz baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Ko'pchilik baxt nima deysa qimmatbaho saroylar, qimmatbaho mashinalar deb o'ylaydi. Asl baxt bizning farzandlarimiz, oila a'zolarimiz, yaqinlarimiz baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yurishida. Mana shu jajji farzandlarimiz bizning kelajagimiz albatta. Allohim baxtimizga doim sog' salomat bo'lsinlar deymiz. O'zingiz so'ysiz bilan tabriklar. Nima niyatlarga yetgan bo'lsang, niyatlaringga yet. Ayangni boshiga sog' salomat bo'lsin. Albatta quvonch ko'rsatish. Kattaga rahmat. Taqarsaga bilan hisob qo'yamiz. Oldinga keting, opa. Opajon kelinglar. Opajon keling, yoningizga keling. Albatta siz ham yaqinlaringiz baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Mana shu qizimizni onajolarning baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ruxsat bersangiz siz uchun she'rim o'qimoqchiman. Dunyoni meniki deb ma'lumot qilib, xatolar yo'lida yuribman to'lib, sizning qadringizni endi his qilib, men sizni asrashni bilmayman. Sochingiz oqini vaqtga yo'yibman. O'zimni eng dono odam qo'yibman. O'tkinchi hislarga qattiq to'yibman, men sizni asrashni bilmayman. Dunyo dardlarim olib, ona yana keldim qoshingga. Ba'zan bilmay qovog'im solib tekkandirman balki joningga. Tunlar bilan teng kiradi g'am. Bu gal menga ergashma deyman, chunki kelsam qoshingga har dam. Hamon o'sha yosh boladekman.
shodliklarim sig'may ketadi tanamga. Bolam diye kirib kelsak xonamga, farishtaga o'xshar jerman, aslida farishtalar o'xshar mening onamga. Donolardan o'tadigan zehni bor, dunyolardan o'tadigan mehri bor, allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtalar o'xshar bizning onajonlarimizga. Mana bu qarsaklar onajonlarimiz bo'ladi albatta endi. Alloh baxtimizga doim sog' salomat bo'linglar. Mana shu nabiralaringiz rohatini ko'rganingizdir. Onajonim hech qachon o'zingizdan ko'zga tabassum aravasiz ham. Ana endi hammani birgalikda singlimiz bilan, onajonimiz bilan birgalikda chiroyli raqsga taklif etamiz. Marhamat, hamma raqsga taklif etamiz. Xursand bo'ldingizmi keyingi onim? Xursand bo'ldingizmi? Ukajoningiz qanday? Murodbek kel. Ayajoningiz uzoq yurtlarda bo'lishidan qaramasdan bugun Shukrona kuningizda oddiy o'tishini istamadilar. Men qizim jonim. Qizimni juda ham yaxshi ko'raman, ukajon. Dunyolarga alishmayman dedi. Xudo xohlasa qizim katta qizlar bo'lsin dedi. Sizni juda ham yaxshi ko'rarkan, uzoq bo'lishingizga qaramasdan. Ayajoningiz sog'indingizmi? Asbisa keladi, xo'p? Albatta siz yig'lamaymiz albatta. Bugun Shukrona kuningiz-ku, yaxshi kuningizku. Yig'lamang, xo'p? Endi siz ayajoningizga o'z yaxshi ko'rishingizni aytib berasiz. Men sizga yordam berib turaman. Mayli, boshqa yo'lga qolib. Aytgan kattaga rahmat. Sizni juda yaxshi ko'raman. Xalqimizga sog' bo'ling. Qancha Madinaga jo'nataman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Taqar sayli bilan o'xshab qo'yamiz. Murodbek kel. Siz ham Shukrona kuningiz o'tib ketgan bo'lishiga qaramasdan ayajoningiz aytdilarki, o'g'ilni ham xudo o'taying dedi. Siz ham Shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Siz ayajoningizga aytib berasiz, xo'p? Rahmat. Ayajon sizni yaxshi ko'raman. Baxtingiz dilim sog' bo'ling. Rahmat. Taqar sayli bilan o'xshab qo'yamiz. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsa, albatta farzandlarimiz baxtimizga doim sog' salomat bo'lsa, endi esdalik uchun foto suratlarga tushiramiz, aytsangiz bilan birgalikda. Sizlar bilan qisqa daqiqalar ichida Disney jamoasi bo'ldi. Yaxshi kunlaringizda doim xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsa, xonadonlaringizda tinchlik, xotirjamlik hech qachon arimasin deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'yishlaring chiroyli, sevmayman deb ichingdan sevishlaring chiroyli. Dilbari, ko'zi qaro, dilbari, qaldir ochma qoshlaring boshqa. Zafarjon zo'dingizni mo'rak boshlanmagan boshqa. Sho'xdan